Assalomu alaykum. Bugun biz raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar fanidan raqamli platformalar asosida reyteyling xizmatlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu mashinada yetkazish va bir joydan boshqa joyga borish xizmatlari. Buni Uber platformasi orqali ko'rib chiqamiz. Uber platformasi buning asosiy Uberni yaxshi ko'rishning asosiy sabablari uning ilova va xizmat dizaynidir. Keyinroq ko'rasizki, innovatsion dizayn taklif qilinayotgan xizmat bilan juda mos keladi. Masalan, sizga mashina kerak bo'lsa, shunchaki telefoningizni olib bir tugmani bosasiz, shu yetarli bo'ladi. Telefonning o'zi joylashuvini qayerdaligini avtomatik aniqlaydi. Haydovchi esa qayerga borishingizni biladi, chunki siz manzilni ilova kiritgansiz. Ilovada bank kartangiz ma'lumotlari ham mavjud bo'ladi. Shuning uchun siz bilan haydovchi o'rtasida naqd pul orqali hisob-kitob qilishga hojat qolmaydi. Eng oddiy taksi tizimi bilan solishtirib ko'ring. Oldin siz taksi kompaniyasining telefon raqamini topishingiz kerak bo'ladi. Bu esa o'zi katta muammo bo'lgan. Keyin operator bilan gaplashib, manzilni aytishingiz kerak bo'ladi. Va hokazolar. Bu ko'p vaqt oladi. Bu hamda mashinani qachon kelishini bilmaysiz, qayerga kelishini bilmaysiz. Safar oxirida esa to'lovni qo'lda amalga oshirishga to'g'ri keladi. Uber esa shu ko'plab bosishlarni telefon ilovasini bir nechta tugmaga aylantiradi va bularning barchasi yaxshi ishlab chiqilgan mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Va bularning barchasi bu yerda asosiy omil innovatsion dizayn hisoblanadi. Bu faqat virtual dizayn emas, asosan xizmat dizayni muhim. Ya'ni mijoz uchun butun xizmat jarayonini osonlashtirish, buyurtma berishdan manzilga yetib borguncha. Har qanday biznes uchun esda saqlash kerak bo'lgan qoida shu. Mijoz xizmatdan foydalanish uchun bajarish kerak bo'lgan qadamlarni kamaytiring. Xaridor mahsulotni sotib olish uchun xohlagan paytdan tortib, uni qo'liga olgunga bo'lgan jarayonni osonlashtirish kerak. Uber uchun bu innovatsiya xizmat yetkazish kanallariga ham taalluqli. Bu yerda ilovaning o'zi asosiy innovatsiya hisoblanadi. Sotuv mobil ilova orqali amalga oshiriladi. Bu oddiy sayt orqali bron qilish yoki taksi kompaniyasiga telefon qilishdan farq qiladi. Lekin Uber muvaffaqiyati shu bilan tugamaydi. Uberni moliyaviy jihatdan juda muvaffaqiyatli qilgan keyingi innovatsiya huquqiy modeldir. Ya'ni huquqiy model degani bu Uber o'zini transport kompaniyasi emas, texnologik kompaniya deb ataydi. Bu juda muhim hisoblanadi, chunki ular haydovchilarni xodim emas, mustaqil shaxs sifatida ko'radi. Shuning uchun Uber biznes model haydovchilar asosiy hamkorlar hisoblanadi. Ular oddiy ishchilar sifatida qaralmaydi. Agar haydovchilar rasmiy xodim bo'lganda, Uber ko'proq soliq to'lash kerak bo'ladi. Natijada xizmat narxlari ham qimmatroq bo'ladi. Shu sababli xizmat narxlari hozirda past darajada turadi, arzon darajada turadi. Shu sababdan Uber doim murakkab huquqiy muammolar bilan ishlaydi va bu kelajakda xavfli bo'lishi mumkin. Uber yaratgan dastur Renew model daromad modelida ham innovatsiya qilish imkonini beradi. Masalan, dinamik pricing. Talab oshib, mashinalar kamayganda narx avtomatik ravishda ko'tariladi. Bu haydovchilar va kompaniyaga ko'proq foyda olish imkoniyatini beradi. Va bu dinamik nusxalash deb ataladi.